islom yagona din emas va islom mukammal din emas. Nimaga asoslanib masalan islomni mukammal emas deyapsiz? Taqdir oldindan bitilgan bo'lsa, qiyomatdagi savol javob nima uchun kerak? O'zbekistondagi domlalar, mullalar bular shu soha vakillari, shu soha mutaxassislari va shu soha ularda qornini boqadi. Ilohiy kitoblar bor, bilasiz, ha? Injil, Tavrot, Qur'on. Mana shu kitoblarni siz ilohiyligiga ishonmaysizmi shunda? Yo'q, ishonmayman. Nima uchun? Ilohiy kitoblarda jannatlar tasviri o'sha kitob qayerda yaratilganiga qarab jannatni tasviri ham shu xalqni ideologiyasi, ya'ni orzusidagi idealidagi jannatni yozishgan. Payg'ambarimiz o'sha Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam xurmo bilan iftorlik qilganlar-ku. Qanday? Siz o'shanda bormidingiz? Endi men bo'lmasam ham ateizmda ruh degan tushuncha umuman yo'q. Faqat bu dunyo moddiyatdan tashkil topgan. Biz ham Mendeleyev tarbiya jadvalidagi qaysi moddalar birikmasi emas, shu moddalar to'plami emas. Oilangizning munosabati qanday? Masalan, ateizm qarashlaringizga qo'rqmaysizmi hozir yoki ana u hijolat bo'lib qolmaysizmi mana bu ko'rsatuvdan keyin? Endi bu yerda ateistlar qanday yashashi mumkin? Oldida faqat ikkita yo'l turadi.